O'zbekistonda bolaga ota o'z ismini familiya sifatida berishiga ruxsat etilishi mumkin. Deputatlar bu boradagi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Xo'sh, o'zi bu nima degani? Masalan, Umarshayx akaning o'g'li Bobur farzand ko'rdi. U bolasiga Humoyun deb ism qo'ydi. Qonun loyihasiga ko'ra, ota bo'lgan Bobur farzandiga o'z ismini familiya sifatida berishi mumkin bo'ladi. Ya'ni bu ota istasa tug'ilganlik haqidagi guvohnomada farzandining ism familiyasini Boburov Humoyun Bobur o'g'li deb yozdirishi mumkinligini anglatadi. Albatta bunda ov, yev kabi qo'shimchalarni familiyaga qo'shtirish, qo'shtirmaslik hozirgidek ota-onaning ixtiyorida qoladi. Amaldagi qonunchilik bo'yicha Oila kodeksining 69-moddasida bolaning ism, ota ismi va familiya olish huquqiga egaligi belgilangan. Ushbu moddaga ko'ra bolaning familiyasi ota-onaning familiyasiga qarab belgilanishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, bu moddada ota-onaning xohishiga ko'ra bolaga ota yoki ona tomonidan milliy an'analarga ko'ra boboning ismi bo'yicha familiya berilishi mumkin. Hozirda aynan shu an'ana davom etib kelmoqda.